Assalomu alaykum, aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz obunachimiz talablariga binoan ozishning teskarisi bo'lgan semirish haqida bo'ladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Xo'p, sizlarga barchalaringizga rahmat. Qo'llab turganingiz uchun, kanalimizga obuna bo'lganingiz uchun sizlarning sharofatlaringiz bilan biz 100 tadan oshdik. Barchalaringizga albatta kattakon rahmat. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmay ko'rayotganlar foizi juda ko'pchilikni tashkil etyapti. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolgan holda, bugungi mavzuni gapni cho'zmasdan boshlaymiz. Xo'p, qanday qilib sog'lom semirish va mushak massasini yig'ish mumkin? Vazn to'plashni xohlaysiz, lekin qanday qilib to'g'ri semirish kerakligini bilmayapsiz. Ovqatlanasiz, lekin baribir ozg'insiz. Bilaman. Bugun men sizga semirishning eng samarali va sog'lom usullarini tushuntiraman. Ko'pchilik semirishni oson deb o'ylaydi. Yo'q. Kattalarda shunday fikr bor. Ko'p yesang semirasan. Yo'q. Katta yesang semirasan. Umuman bunday emas. Lekin aslida unchalik oddiy emas. Ayrim odamlar qancha ovqat yemasin, baribir vazn yig'a olmaydi. Chunki semirish ham ozish kabi to'g'ri strategiya va bilim talab qiladi. Obunachilar, eshitinglar. Men sizlarga asosiy 5 tasini aytaman. Mana shuni yodda tutinglar. Agar shu usullarga rioya qilsangiz, nafaqat vazn yig'asiz, balki mushak massangiz ham ortadi. Semirish uchun ko'proq ovqatlanish kerak. Shunday. Vazn yig'ishning eng asosiy qoidasi kaloriya ortiqchaligini yaratish. Ya'ni organizm sarflayotgan kaloriyadan ko'proq kaloriya iste'mol qilish kerak. Men sizga oddiy mana hisob-kitob tushuntiraman. Siz 1800 kilokaloriya yeyapsiz. 1800. Bu yerda 1800 isrof qilyapsiz. Bir kunda shuncha 1800 kilokaloriya xarajat qilyapsiz. Tugatyapsiz. Bunda umuman o'zgarish bo'lmaydi. 2000 ga 1800 isrof qilsangiz ham o'zgarish bo'lmaydi baribir. Siz 2000 xarajat qilyapsizmi? Mana bu yerda 2500, 3000, 2800 yesangiz, sizga organizmingizga bu toma ko'l bo'lur deydi-ku. Yig'ilib asosda semirishni boshlaysiz. Lekin ana shu yerda trenirovka, ya'ni sport bilan shug'ullanish juda muhim hisoblanadi. Chunki agarda sport bilan shug'ullanmasangiz, semirish, ya'ni bilqilagan yog'ga aylanadi. Xo'p, semirish uchun kunlik kaloriyangiz aytganimdek 2500 dan 3000 kaloriyagacha oshirishingiz kerak. Buning uchun ovqatlanish sonini oshirish. Kuniga kamida 3 mahal emas, 5-6 mahal kam-kamdan normalniy ovqatlanish kerak. Har bir ovqatlanishda oqsillar, yog'lar va uglevodlar yetarli bo'lishiga e'tibor qaratish kerak. Kaloriyaga boy mahsulotlarni tanlab yeyish kerak. Yong'oq yeyish kerak. Qani bizda hozir? Oldin daraxtga chirmashib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham bolalar yong'oq mevalarni qoqib yerdi. Hozirchi? Hozir bozordan yong'oq ham sotib olib yemaydi. Ayrimlar bor. Yong'oq yemaydi. Oldin dasturxondan yong'oq, murabbo, mashqlar uzilmasdi. Yong'oq iste'mol qiling, avokado iste'mol qiling, yormalar, no'xat, mana shulardan iste'mol qiling, guruch, go'sht, baliq, sut mahsulotlarini iste'mol qiling. Mushak yig'ishni xohlaysizmi? Oqsil iste'mol qiling. Mana qarang, sportchilar, sportsmenlar, fitnesga qatnaydigan bodybuilderlar, ularning barchasi sportpit iste'mol qiladi. Nima u? Nima uchun kerak? Zarari bormi? Buni keyingi videolarda albatta aytib o'taman, zarari bormi, yo'qmi? Xo'p, ularni iste'mol qilish sababi uning ichida oqsil. Siz qarang, tuxumni yeyapsiz, ikkitasi, uchtasi bilan to'yib qolasiz. Lekin sportpitda uning bitta banочкасidan shunchalik 140, 150 yoki 30, 40 har xil grammliklari bor. Grammni olasiz, suvga yoki sokka aralashtiriryapsiz, ichyapsiz. U nechta? U 4 ta, 5 ta tuxumning kuchini beradi. Faqat oqsilni. Mana qarang. Foydasi mana shu yerda. Bu yerda 3 ta tuxum bilan to'yib qolsangiz, bu yerda bu 5 ta, 6 ta tuxumni kaloriyasini beryapti. U nima uchun kerak? Mushak massasini chiroyli o'stirib beradi. Ko'pchilik semirish uchun faqat yog'li ovqatlarni ko'proq yeyish kerak deb o'ylaydi, lekin bu noto'g'ri.
Agar siz sog'lom va chiroyli qomatga ega bo'lishni istasangiz, mushak massasini yig'ishingiz kerak. Ayollar ham, erkaklar ham. Buning uchun esa oqsil eng muhim elementlardandir. Siz kunlik ovqatlanishingizda quyidagi mahsulotlar bo'lishi shart. Go'sht, ya'ni mol go'shti, tovuq go'shti, qo'y go'shti, baliq va dengiz mahsulotlari, sut mahsulotlari, tvorog, yogurt, pishloq, yong'oqlar va urug'lar. Yana asosiysi tuxum. Oqsillar mushaklaringizni o'stiradi va tanangizni chiroyli shaklga keltirishga yordam beradi. Uglevodlar semirishning asosiy quroli hisoblanadi. Chunki uglevodlar asosiy organizmda energiya manbaini tashkil etadi. Agar siz ozg'in bo'lsangiz, uglevodlardan qo'rqmang. Uni zichlab iste'mol qiling. Sizga mana semirish jarayonida katta rol o'ynaydigan mana shu uglevodlar va oqsillar hisoblanadi. Oqsil bu chiroyli qomatga ega bo'lishingizga yordam beradi, muskullarni chiroyli o'stirishda. Uglevodlar esa agar faqat uglevodlarni o'zini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bilqillagan yog'ga aylantiradi. Semirasiz. Ozg'inlikdan semirasiz, lekin bilqillagan yog'ga aylanadi. Qorinda, bo'ksa, biqin, ko'kraklarda mana shu yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Oqsilsiz faqat uglevodlarni iste'mol qilish. Trenirovka qilmasangiz, ya'ni sport bilan shug'ullanmasangiz shunday bo'ladi. Uglevodlar energiya manbai hisoblanadi aytganimdek. Semirish jarayonida katta rol o'ynaydi. Qaysi uglevodlar foydali? Guruch, grechka, suli yormasi, kartoshka va boshqa kraxmalli mahsulotlar, mevalar va quritilgan mevalar, asal va tabiiy shirinliklar. Muhimi, tez hazm bo'ladigan zararli uglevodlar emas. Fast food va shakarli mahsulotlardan ehtiyot bo'lish kerak. Fast food bilan yeyapman, yog'li narsalar yeyapman, semirib qolaman emas. Bular bilan semirib qolmaysiz. Qorningiz to'ydi, men kilokaloriyani ko'p oldim, organizmga energiya ko'p keldi. Bo'lmaydi bu ish. Umuman to'g'ri kelmaydi. Sport zalga boring, mushak bilan semiring. Mana shunda chiroyli qomatga ega bo'lasiz. 4-5 ta jo'rangiz, dugonangiz kelsa, "Voy" deb sizni havas bilan qaraydi. Biron joyga borsangiz va cho'milishga borasiz, boshqa joyga borasiz, plyajga borasiz. Borishingiz mumkin, aytib bo'lmaydi. Yoki ko'ylak, biron nima kiygan vaqtingizda sizga chiroyli qomat, chiroyli hamma vaqt ko'ylak chiroyli turadi mana shunda. Semirish faqat ko'p yeyish bilan hal bo'ladigan muammo emas. Agar siz chiroyli va kuchli qomatga ega bo'lishni istasangiz, sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Eng yaxshi variant og'irlik bilan mashq qilish. Barcha asosiy mushak guruhlarini rivojlantiradigan mashqlarni bajaring. Misol, birinchisi skameykada yotib shtanga ko'tarish, ikkinchisi o'tirib turish, uchinchisi shtanga ko'tarish, turnikda tortilish, to'rtinchisi. Bu mashqlar sizning mushaklaringizni o'stirishga va tanangizni chiroyli shakllantirishga yordam beradi. Asosiysi suv ichishni unutmang, chunki suv bu organizmda hazm jarayonini tezlashtiradi. Shuning uchun mana oqsillar, boshqa sport bitlarini bodybuilderlar qanday ichadi? Sokka yoki suvga aralashtirib. Hazm bo'lish jarayonini tezlashtirib, organizmga borib charchashni oldini oladi. O'zi esimdan chiqib qoldi yana bittasi. Ko'pchilik semirish jarayonida ichimliklarga e'tibor bermaydi, lekin suv tanadagi metabolizm uchun juda muhim hisoblanadi. U Fanta, Cola, Pepsi yoki biron xil o'sha magazinlardan sotib olingan soklar emas. Uyda tayyorlangan, tabiiydan foydalaning. Tabiiyning foydasi katta. Agar siz kam suv ichsangiz, hech ham o'ylamangki, men semiraman deb. Ovqat hazm qilish tizimi sekinlashadi suv ichmasangiz va mushaklarining o'sishi sustlashadi. Kuniga siz semirmoqchi bo'lsangiz, men o'tgan videolarimda aytganman, sog'lom odam uchun kuniga 1,5-2 litr, 2,5 litr suv bu norma hisoblanadi. Agar siz semirmoqchimisiz, kuniga davay iste'mol qiling, 2,5-3 litr suvni gazini bosib, foqirlatib iching, sizga foyda bo'ladi. Agar ovqatlanishdan keyin 1 stakan suv ichsangiz, bu metabolizmni oshiradi, ya'ni hazm bo'lish jarayonini tezlashtiradi. Gazlangan va shirin ichimliklardan voz keching. Aytganimdek, Cola, Fanta, mana ko'chada sotilayotgan soklar. Sabrli bo'ling, natija albatta keladi. Semirish ham, ozish ham vaqt talab qiladi. Bu oson ish emas. Siz bir haftada
5-10 kilogramm yig'olmaysiz. Lekin har oy 2 kilogrammdan 5 kilogrammgacha vazn qo'shsangiz, bu ideal natijadir. Chunki barchasi mushakka aylanib boradi, quruq yog'ga emas. Muhimi doimiylik va sabr. Har kuni to'g'ri ovqatlaning, jismoniy mashqlarni bajaring va natijaga emas, asosiysi o'tgan videoyimda ozishda aytganman, natijaga emas, asosiysi jarayonga e'tibor qarating. Xulosa qilib aytganda shuki, bugun men semirishning haqiqiy sirlarini sizga tushuntirib aytdim. Endi esa navbat sizda. Kuniga ko'proq kaloriya iste'mol qiling, ko'p va foydali uglevodlarni iste'mol qiling, oqsil miqdorini oshiring. Mushaklaringizni o'sishi uchun bu juda muhim hisoblanadi. Sport bilan asosiysi shug'ullaning. Og'irlik ko'tarish orqali mushak massasini orttiring. Yetarlicha suv iching. Eng muhimi sabrli bo'ling. Agar shu qoidalarga amal qilsangiz, natijaga albatta erishasiz. Natijaga albatta erishgan vaqtingiz kommentariyada iltimos yozib qo'ying. Natijalarni men ko'rib sizga atvet qilaman. Javob qaytaraman, ya'ni. Eng asosiysi bugundan boshlang, keyinga surmang. Dushanbadan boshlayman, jumadan boshlayman yoki yangi oydan, yangi yildan boshlayman. Hammasi bekor gap, sizni orqaga tortadigan xom xayol, xom fikrlar hisoblanadi. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosing, izoh qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki inshaalloh 6 oyda men 10 mingta bo'lishni niyat qilganman. Keyingi videolarda yana uchrashamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Iltimos yana bir bor aytaman, kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki xo'p, foiz obuna bo'lib ko'rayotganlar kamchilikni tashkil etyapti. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar ko'pchilikni tashkil etyapti.